Aleyküm Batveçko. Ege'den 23 reklama kelip turibdi hozir. Uyuna keldik Churukka. Ege'den 23 Gentra. Absolutно родной, balon kelsak bolalar, bosh bolalar qo'yilgan. 4 million so'm bilan kreditga chiqadigan hisoblab ko'rsam, 4 million so'm bilan kimda 4 million so'm bo'lsa, kreditga chiqarib beradi do'stlar. Probeklari 55.451 kilometr turibdi. Magnitofon, podогрев сиденья, mexanika коробка bo'ladi bu do'stlar. Cho'qlar tegilgan zo'r etib. 4-paklar metandan bormaydi. Ey rahmat ey sog' bo'linglarga. Mana mashina ko'rish. 4-pakdan metan gazlari bor ekan. Qimmatdan mana. Tushunadi bu. Metan gaz qo'ydiganlar biladi do'stlar. Mashinamizda bir tomchi kraskov, ham zo'r poliklari bor. Bir chexol podarka etiladi xulosa zo'ridan, qarasidan. Endi do'stlar, kuzovam 2023 texpasdan 2023. Men chexolim bor ekan do'stlar, chexolni beraman dedi qimmatman. Karmen degan chexol ekan. Zapasklar endi tushmagan ham chexol. Mana turibdi. Voy zapaska tushmaydi endi bu. Metan gazlarim zo'r saqlanadi. Buning bahasi 128 million deb turibdi. 128 dan kelishiladi do'stlar. Barterimiz ham bor. Hisoblab olaman barterga o'zim bemalol. Avtokreditdan bor. Asal yetar yetmasina, xudosa qarashib turadi. Bundan hujjat netolmay telefonlar bemalol. Telefonlar 90dan 420 0035 raqamli telefon, Telegram, WhatsApp bor, musofir joyga orqadan chiqsa bo'ladi. Egadan turibdi. 2023 128 million so'm. Qalpoqdan mashina. Barter bor, avtokredit bor buga. Bemalol qachasiz. Kimda 4 million so'm pul bo'lsa, kreditga chiqarib beradi. Telefonga bemalol. Ustani sabitli teshkir turib olasizlar. Kanalda kim yangi bo'lsa, obuna bo'lasizlar, like bosib turib, patishga unutmanglar do'stlar. Chaqiramiz. Qimmat demanglar, kelishiladi do'stlar. Men bahasini o'zim aytib turganman. Ega aytib turibdi, shu kelishib beraman deb turibdi. Kelib shuni aytib o'tiribman men do'stlar sizlarga. Kommentariyada ana buni yozavermanglar. Ega borib ko'ringlar, miga borib ko'ringlar. U mashina farqi bor do'stlar. Bizlar ham sotganmiz unday mashinalar, arzon mashinalar. Abar ne kraska shunday mashinalar arzon bo'ladi har qachon. Hech qachon zo'r mashina hech kim arzon bergisi kelmaydi. Zo'r mashina qimmat sotadi. O'ylam, u da qimmat sotadi. Любой tushungan odam olib ketadi uni yilib pes bo'lsa. Mana mashina ko'rish, televizor